Assalomu alaykum. Men ismim Yo'ldosh Ali. Hozirda Zeko AI kursida o'qib kelyapman. Hozir asosan gapirmoqchi bo'lgan mavzularim Aftencoderslar va Variational Aftencoderslar haqida bo'ladi. Men bular haqida umumiy va qisqa gapirishga harakat qilaman. Bu videoda men Pekin universitetining internetdagi ochiq bo'lgan prezentatsiya fayllardan foydalanishga harakat qildim. Hop, o'zi asosan Aftencoderslar nima deydigan bo'lsak, Aftencoderslarni grafik shaklda shunday tarzda chizib olsak bo'ladi. Aftencoderslarimiz asosan 3 ta qismdan iborat, ya'ni encoder, decoder va latent space'dan iborat bo'lsa bo'ladi. Endi bular qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, biz bunga inputlarimizni berish orqali biz encoderimizdan o'tkazsak, bu encoderimiz bu ma'lumotimizni, x ma'lumotimizni latent space'ga joylashtiradi. Ularning asosiy parametrlaridan kelib chiqib va decoderimiz nima qiladi? Shu ajratib olingan uni asosiy xossalaridan kelib chiqib bizga outputimizni beradi va shu ma'lumotimizni qayta predict, ya'ni generate qilishga harakat qiladi desak bo'ladi. Hop, MNIST datasetini misol qilib oladigan bo'lsak, bu MNIST dataseti qo'lda yozilgan 60 mingta 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlardan iborat. Hop, biz bu MNIST datasetidagi aytaylik bir rasmini bizning networkimiz orqali, neural networkimiz orqali qayta rasmni qayta generate qilishga harakat qilyapmiz desak, predict qilishga harakat qilyapmiz deydigan bo'lsak, biz networkimizga bu imajni berishdan oldin uni flatten qilishimiz kerak. Biz 28 piksellardan iborat bo'lgan bu imajimizni flatten qilganimizda bu 784 ta inputlardan iborat bo'ladi va bularni biz networkimizga beramiz. Networkimiz ikkita layerdan tashkil topgan, hidden layer 1 va 2, birinchisida 500 ta, ikkinchisida 300 ta neyron. Decoderlarimizda ham xuddi shunaqangi. Biz buni encoderlarimizdan yurgizganimizda bularni dimensionality reduction, ya'ni buni dimensionlarini kamaytirish orqali, ya'ni 784 ta input ma'lumotlaridan eng asosiy kerakli xossalarni saqlab olgan holat saqlab qoladi desak bo'ladi encoderimizni. Shu two dimensional aytaylik, bizda shu imajimiz two dimensional ma'lumotga aylanib qoldi desak, endi shu saqlanib qolgan 300 ta input neyronlardan tashkil topgan imajimizni bizni decoderimiz shu 300 ta xossalarga asoslanib decode, ya'ni qayta bu imajimizni hosil qilishga harakat qiladi desak bo'ladi. Hop, vanilla decoderimiz asosiy key xossasi, ya'ni kalit xususiyati buni shu dimensionality reduction qilishi, ya'ni dimensionlarni kamaytirishi va uni asosiy key, ya'ni asosiy xossalarni ajratib olish orqali ishlaydi desak bo'ladi. Biz bunga qanday erishadi? Bu imajimizda bizga aytaylik keraksiz bo'lgan, ularsiz ham bu imajimizni chizishimiz mumkin bo'lgan noiselari bor desak, shu noiselarni olib tashlaydi desak bo'ladi. Va biz bu noiselarni olganimizda bu ma'lumotimiz kichrayadi. Kichraygan ma'lumotlarimiz orqali biz uni boshqa maqsadlarda ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun biz bu transformerlarimizni asosiy o'zagida olsak bo'ladi. Transformerlar va genlarda ishlatsak bo'ladi. Bu latent space,
Hop, endi variational autoencoder nima deydigan bo'lsak, endi autoencoderlarimizda bizga bular aytaylik bu yerda Z1 Z2 ma'lumotlarni chiqargan deydigan bo'lsak, autoencoderlarimizda endi variational autoencoders bizga nima qiladi? Continuous output o'rniga bizga distribution, ya'ni qaysidir oraliqdagi ma'lumotlarimizni chiqaradi desak bo'ladi va bizga mu va sigmalardan tashkil topgan distributionni bizga chiqarib beradi desak bo'ladi. Bu hidden encoderimizdagi bu hidden unitlarimiz va decoderimiz nima qiladi? Endi mu'si shu mu'ga, sigmasi sigmaga dan iborat bo'lgan, shunga teng bo'lgan ixtiyoriy ma'lumotlar orqali bu rasmni qayta generate qilishga harakat qila oladi desak bo'ladi. Variational autoencoderslar. Endi biz bu rasmni qayta generate qilishimiz uchun shu distributionga asoslangan ma'lumotimizni qayta generate qilishimiz uchun biz bu networkimizni nima qilamiz? Training qilishga harakat qilamiz, training qildiramiz va biz bu training qilish orqali aytaylik biz buni xatoliklarini, ya'ni losslarini hisoblaymiz va biz encoderimizga chiqargan ma'lumotlarini qanchalik xatoligini berish orqali bizni encoderimizni decoderimizga o'ziga to'g'ri ma'lumotlarni berishga undaydi deb olsak bo'ladi. Bu yerda biz autoencoderslarimizda faqatgina output lossini oladigan output lossini beramiz desak, aytaylik bizda ko'p ishlatiladigan MSE loss deydigan bo'lsak, biz variational autoencoderslarimizda biz encoderimiz nima qiladi? Output'i continuous raqam emasda qanaqadir distributionni aytaylik normal distributionga asoslangan outputlarni to'plamini chiqaradi deydigan bo'lsak, biz shu nafaqat outputni, balki shu distributionni asl distributiondan qanchalik farq qilganini berish orqali networkimizni biz training qildiramiz. Ya'ni kim asl bir imijini ko'rgan bo'lsa, shu bir imijini o'zini distributionlari bor deydigan bo'lsak, bizga encoderimizni shu birga olib keladigan distributionlarni berishga majbur qilamiz desak bo'ladi. Hop, endi bu losslarimiz asosan L2 lossni ishlatamiz va bu aytaylik distribution lossimiz KL divergence bor. KL divergence'ni berish orqali biz distributionlarimizni qanchalik bir-biridan farq qilganini networkimizga o'qitamiz. KL divergence biz shu tarzda belgilab olsak bo'ladi. Hop, endi variational autoencoderslardan foydalanganimizda biz bitta parameterization trick qo'llaymiz, chunki biz losslarimizni encoderimizga berishda, ma'lumotimizni networkimizni training qilishda losslarni berishimiz kerak. Hop, berganimizda biz losslarga asosan, shu xatoliklarga asosan bizni networkimiz o'rganadi. Endi biz backpropagation qilganimizda gradient descent va backpropagation orqali bu amalga oshadi va biz backpropagation qilmoqchi bo'lsak, biz va mu va sigma ga asoslanib, bu ikkalasini o'zi aytaylik bunga asoslanib biz backpropagation amalga oshira olmaymiz. Chunki bularga bir o'zgaruvchi berishimiz kerak bo'ladi va biz buni shu
normal distribution, ya'ni mu'si 0 ga, sigmasi 1 ga teng bo'lgan normal distributionni bunga qo'shish orqali differentiable, ya'ni o'zgaruvchilik qilsak bo'ladi. Chunki bizga mu va sigmani networkimiz outputga beradigan bo'lsa, mana shu mu va sigmaga asosan normal distributiondagi bitta qiymatlarni berish orqali biz outputimizni chiqaramiz desak bo'ladi. Xo'p, reparameterization trikimizda biz encoderimizga x ma'lumotimizni beryapmiz. X ma'lumotimiz endi bizga bitta output o'rniga z o'rniga bizga mu va sigmalarimizni bizga output tarzida chiqaryapti. Endi bizni dekoderimiz nima qilyapti? Shu mu va sigmaga asoslanib bizni imijimizni aytaylik, o'sha bitta distributiondagi ixtiyoriy bitta shu distributionga tegishli bo'lgan bitta nuqtadan bitta sample orqali bizga shu x imijimizni qayta generate qilib beryapti desak bo'ladi. Va buni qilishda bizga distributionni output tarzida chiqarganimizda biz bu distributionni qanchalik xato chiqarganimizni lossini distributionnikini ham berishimiz kerak bo'ladi va bunda biz KL divergence, ya'ni KL lossidan foydalanamiz. Bizda umumiy lossimiz encoderga beriladigani nima desak bo'ladi? KL divergence bilan MSE desak bo'ladi. Va ularni mana shu tarzda belgilasak bo'ladi. Reconstruction loss shu MSE loss desak bo'ladi. KL divergence'ni total lossimiz MSE loss va KL divergence lossdan tashkil topgan desak, KL divergence lossimizni formulasi mana shu tarzda bo'ladi.